Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 9,3 sonlik qonun atrofida ko'pchilikni bezovta qilayotgan savol, ya'ni kim pensiyasiz qolishi mumkin, kimga xavf bor, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Bu masala faqat bugun pensiyaga chiqayotgan odamga emas, hozir ishlayotgan, mehnat daftarchasida uzilishlari bor, norasmiy ishlagan, chet elda mehnat qilgan, uyda bola parvarish qilgan, dehqonchilik yoki mavsumiy ish bilan shug'ullangan har bir odamga tegishli. Men sizga buni qo'rqitish uchun emas, tushunarli qilib ogohlantirish uchun aytyapman. Chunki pensiya masalasida eng katta xato odamning vaqtida hujjatini tekshirmasligi, ish stajini rasmiylashtirmasligi, vaqt kelganda bir amallab bo'ladi deb yurishidir. Yo'q. Pensiya hisobida bir amallab degan narsa kamayib boryapti. Hammasi hujjat, badal, staj va elektron bazadagi ma'lumotga bog'lanmoqda. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Agar oilangizda ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz, chet elda ishlayotgan farzandingiz yoki norasmiy ishda yurgan tanishingiz bo'lsa, bu ma'lumot ularga ham kerak bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni vaqtida bilgan odam ertaga eshikma-eshik yugurib yurmaydi. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun oddiyroq ko'rinardi. Odam ishlaydi, mehnat daftarchasida yozuv bo'ladi. Yoshi yetganda pensiya jamg'armasiga boradi, hujjat topshiradi. Keyin staji va ish haqi asosida pensiya tayinlanadi. Albatta, avval ham muammolar bo'lgan. Kimningdir mehnat daftarchasi yo'qolgan. Kimningdir korxonasi yopilib ketgan. Kimdir kolxozda ishlagan, lekin arxivda ma'lumot topilmagan. Shunday bo'lsa ham, ko'p holatda odamlar guvohnoma, arxiv ma'lumoti, ish joyidan spravka, sud orqali tasdiqlash kabi yo'llar bilan tajni isbotlashga harakat qilardi. Endi esa tizim tobora aniqroq, qattiqroq va elektron nazoratga o'tmoqda. Ya'ni davlat odamning men ishlaganman degan og'zaki gapiga emas, rasmiy yozuvga, soliq va ijtimoiy to'lovlarga, elektron mehnat daftarchasiga ish beruvchi topshirgan ma'lumotga qaraydi. Mana shu joyda eng katta xavf paydo bo'ladi. Odam umr bo'yi mehnat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin agar bu mehnat rasmiy ko'rinmasa, pensiya hisobida u to'liq tan olinmasligi mumkin. 9,3 sonli qonun atrofidagi bahslarning asosiy mazmuni ham shundan iborat. Pensiya olish uchun faqat yosh yetishi yetarli emas. Zarur ish staji, rasmiy badallar, hujjatlar va bazadagi ma'lumotlar muhim bo'lib qoladi. Men bu yerda sizga vahma emas, mexanizmni tushuntiryapman. Chunki odamlar ko'pincha qonun chiqibdi. Endi hammaga pensiya berilmas ekan deb o'ylaydi. Aslida hamma ham pensiyasiz qolmaydi. Lekin ayrim toifadagi odamlar vaqtida chora ko'rmasa, pensiya tayinlashda juda jiddiy muammoga duch kelishi mumkin. Eng oddiy qilib aytsam, pensiya tizimi kim haqiqatan ishlagan degan savolni kim rasmiy ishlagan va kim uchun badal to'langan degan savolga yaqinlashtiryapti. Bu juda katta farq. Masalan, ikki kishi bir xil 25 yil mehnat qilgan bo'lsin. Birinchisi rasmiy korxonada ishlagan, maosh bank orqali o'tgan, ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlarni topshirgan. Ikkinchisi esa ustachilik qilgan, qurilishda ishlagan, bozorda yuk tushirgan, fermer xo'jaligida mavsumiy mehnat qilgan, lekin ko'p yillar rasmiy shartnomasiz yurgan. Hayotda ikkalasi ham mehnatkash. Lekin pensiya hisobida birinchisining yo'li osonroq, ikkinchisining yo'li esa murakkabroq bo'ladi. Oldin ayrim odamlar mehnat daftarchasidagi yozuvga tayanib yurardi. Hozir esa mehnat daftarchasi bilan birga elektron ma'lumotlar ham katta ahamiyatga ega. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, oyligingizni konvertda bergan bo'lsa, mehnat shartnomangiz bo'lmasa, bu yillar keyinchalik stajga kirmasligi yoki isbotlash juda qiyin bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihat, pensiya yoshiga yaqinlashgan odamgina emas, 25 yoshli, 30 yoshli, 40 yoshli odam ham hozirdan o'zini himoya qilishi kerak. Chunki pensiya bir kunda shakllanmaydi. Pensiya har oy, har yil, har bir rasmiy ish joyi, har bir to'langan badal orqali yig'ilib boradi. Bugun mayli, rasmiy bo'lmasa ham pulni olayapman degan odam 20 yildan keyin nega stajim kam chiqdi deb hayron qolishi mumkin. Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar xavotir olishi kerak. Masalan, do'konda sotuvchi bo'lib ishlaysiz. Lekin siz bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan. Har oy naqd pul olasiz. Ish beruvchi keyin rasmiylashtiramiz deydi. Lekin oylar, yillar o'tadi. Siz har kuni ertalabdan kechgacha ishlayapsiz. Lekin davlat bazasida siz ishsiz odamdek ko'rinishingiz mumkin. Pensiya hisobida esa aynan rasmiylik muhim. Ikkinchi toifa chet elda ishlayotgan fuqarolar.
Masalan, Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki Koreyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz bor. Ular oilasiga pul yuboradi, uy quradi, farzand o'qitadi, lekin o'z pensiya staji haqida o'ylamaydi. Agar chet eldagi ish rasmiy bo'lmasa yoki O'zbekistondagi ijtimoiy to'lovlar masalasi hal qilinmasa, yillar o'tib bu davr pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Men doim aytaman, chet elda ishlash yomon emas. Lekin hujjatsiz ishlash kelajakdagi pensiya huquqini zaiflashtiradi. Uchinchi toifa mavsumiy ishchilar. Masalan, bir odam yilning 4 oyida paxta, g'alla, meva terimi, qurilish yoki issiqxonada ishlaydi. Qolgan oylarda boshqa mayda ishlar qiladi. Agar bu ishlar rasmiylashtirilmasa, u odam real hayotda band, lekin pensiya tizimida yetarli staj yig'mayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa qishloq joylarda hamma biladi. Men falon joyda ishlaganman degan gap hujjat o'rnini bosa olmaydi. 4-toifa uzoq vaqt uyda bola parvarish qilgan ayollar. Bu yerda vahima qilmaslik kerak. Chunki bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar qonunchilikda alohida tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin muammo shundaki, hamma davr ham avtomatik tan olinmaydi, hujjat talab qilinadi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, ko'p hujjatlari, yashash joyi, ishlagan davrlar, bola parvarish ta'tili haqidagi buyruqlar tartibli bo'lishi kerak. Agar ayol bir necha yil rasmiy ishda bo'lmagan bo'lsa, keyin pensiya staji yetmay qolmasligi uchun oldindan maslahat olishi zarur. 5-toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar va frilanserlar. Bugun ko'p odam tikuvchilik qiladi, taksi xizmatida ishlaydi. Internet orqali xizmat ko'rsatadi, uyda buyurtma bajaradi. Daromad bor, lekin hamma ham soliq va ijtimoiy to'lov masalasini to'g'ri yuritmaydi. Agar siz men o'zimga ishlayman desangiz bu yaxshi. Lekin pensiya tizimi sizni rasmiy ko'rish uchun tegishli ro'yxatdan o'tish, to'lovlarni amalga oshirish va hujjatlarni saqlash kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, Bahrom aka 60 yoshga yaqinlashdi. U 15 yil zavodda rasmiy ishlagan. Keyin zavod yopilgan. Shundan keyin 12 yil qurilishda ustachilik qilgan, lekin hech qayerda rasmiy yozilmagan. Hayotda u jami 27 yil mehnat qilgan, lekin hujjatda 15 yil ko'rinadi. Agar pensiya uchun talab qilinadigan minimal stajdan kam chiqsa, unga to'liq pensiya tayinlashda muammo bo'lishi mumkin. Bahrom aka, men hamma mahallada uy qurganman, hamma meni taniydi desa ham, pensiya organi uchun bu yetarli dalil emas. Unga shartnoma, soliq to'lovi, ish beruvchi ma'lumoti yoki boshqa rasmiy tasdiq kerak. Yana bir misol. Dilnoza opa 8 yil maktabda ishlagan. Keyin 3 farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin 10 yil tikuvchilikni uyda qilgan. Buyurtma ko'p, daromad bo'lgan, lekin yakka tartibdagi faoliyat sifatida ro'yxatdan o'tmagan. Pensiya yoshga kelganda uning rasmiy staji kutilgandan kam chiqishi mumkin. Bu yerda ayol ishlamagan deyish noto'g'ri. U ishlagan, bola tarbiyalagan, uyda mehnat qilgan. Lekin pensiya huquqi uchun hujjat bilan tasdiqlangan davrlar muhim. Shuning uchun men ayollarga alohida aytaman. Tug'ilganlik guvohnomalari, ishga kirish va chiqish buyruqlari, mehnat shartnomalari, bola parvarishi ta'tili hujjatlarini bir joyda saqlang. 3-misol, Sardor 22 yoshda, hozir chet elda ishlayapti. Oyiga yaxshi pul topadi, lekin u pensiyaga hali 3 yil bor deb o'ylaydi. Mana shu eng xavfli fikr. Chunki 3 yil tez o'tadi. Agar Sardor 10 yil chet elda norasmiy ishlasa, keyin O'zbekistonga qaytsa, bu 10 yil pensiya hisobida bo'shliq bo'lib qolishi mumkin. U hozirdan rasmiy ishlashga, mehnat shartnomasiga, to'lovlarga va kerak bo'lsa, O'zbekistonda ixtiyoriy tartibdagi to'lov imkoniyatlarini o'rganishga e'tibor berish kerak. 4-misol, Nasiba opa bozorda 20 yil savdo qilgan. Patenti bo'lgan davrlar bor, bo'lmagan davrlar bor. Ayrim yillarda hujjatlarini yo'qotgan. Endi pensiya yoshiga kelganda arxiv, soliq organi, tuman pensiya bo'limi orasida yurishga majbur bo'ladi. Agar u har yili to'lov kvitansiyalarni, ro'yxatdan o'tganlik hujjatlarini, faoliyat davrini tasdiqlovchi ma'lumotlarni saqlaganida muammo ancha kamayardi. Agar siz rasmiy ish joyida ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, oyligingiz bank orqali o'tsa, ish beruvchi siz uchun barcha majburiy to'lovlarni amalga oshirayotgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'g'ri ko'rinsa, unda vahimaga asos yo'q. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men rasmiy ishlayotgan odamga yilga kamida bir marta o'z mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Agar siz davlat tashkilotida, maktabda, shifoxonada, hokimiyat tizimida
Bankda yoki yirik korxonada ishlasangiz ham xatolik bo'lishi mumkin. Masalan, familiya o'zgargan, pasport ma'lumoti yangilangan, ishga qabul qilingan, sanoto'g'ri kiritilgan, bo'lim nomi almashgan, mehnat shartnomasi tizimga kech kiritilgan bo'lishi mumkin. Bular mayda ko'rinadi, lekin pensiya tayinlash vaqtida bir oy ham, bir yil ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, qonundagi o'zgarishlar odatda mavjud pensiyani birdan bekor qilish degani emas. Lekin pensiya qayta hisoblanishi, qo'shimcha staj kiritilishi, hujjat yangilanishi kabi masalalarda ehtiyotkor bo'lish kerak. Kimdir sizga hammaning pensiyasi to'xtatilar ekan desa, darhol ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya bo'limidan yozma tushuntirish oling. Pensiya tizimida har doim umumiy qoidalar bilan birga istisnolar ham bo'ladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, harbiy xizmat bilan bog'liq davrlar, bola parvarishi, oliy ta'limning ayrim davrlari, ishsizlik bo'yicha rasmiy ro'yxatda turgan davrlar kabi masalalar alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin men bu yerda eng muhim fikrni aytaman. Istisno borligi hujjatsiz yurish mumkin degani emas. Masalan, odam men armiyada xizmat qilganman deydi. Juda yaxshi, bu davr ayrim holatlarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin harbiy bilet, xizmat o'taganlik haqidagi ma'lumot, sana va muddat aniq bo'lishi kerak. Yoki ayol men bolalarimni katta qilganman deydi. Bu ham jamiyat uchun katta mehnat. Lekin bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, onalikni tasdiqlovchi hujjatlar va qonunda belgilangan chegaralar muhim bo'ladi. Yana bir nozik jihat, korxona yopilib ketgan bo'lsa, staj yo'qolib ketmaydi, lekin uni topish qiyinlashadi. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ba'zan korxona hujjatlari tuman arxiviga topshirilgan bo'ladi, ba'zan viloyat arxiviga, ba'zan esa umuman tartibsiz qolgan bo'ladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishga bir oy qolganda emas, kamida bir necha yil oldin stajni tekshirish kerak. Yana bir tuzoq, odamning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Sana tushunarsiz, buyruq raqami yo'q yoki korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Bunday yozuvlar bahsli bo'lishi mumkin. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, uni hozirning o'zida ko'rib chiqing. Ishga kirgan va chiqqan sanalar, lavozimlar, imzolar, muhrlar, buyruq raqamlari tartibli ekanini tekshiring. Birinchi xato, hali vaqt bor deb yurish. Pensiya hujjati bir kunda tiklanmaydi. Arxiv javobi haftalab, ba'zan o'ylab cho'ziladi. Eski ish joyi yopilgan bo'lsa, masala yanada murakkablashadi. Shuning uchun exim yoshdan oshganlar albatta hozirdan stajni tekshirtirish kerak. Hatto gartim yoshdagilar ham befarq bo'lmasligi kerak. Ikkinchi xato, ish beruvchiga ko'r-ko'rona ishonish. Sizni rasmiy qildik degan gap yetarli emas. Mehnat shartnomangizni ko'ring, nusxasini oling, elektron bazada aks etganini tekshiring. Agar sizni rasmiylashtirmay ishlatishayotgan bo'lsa, bugun olayotgan naqd pulingiz ertangi pensiya huquqingizdan qimmatga tushishi mumkin. Uchinchi xato, hujjatlarni tashlab yuborish. Eski kvitansiya, buyruq nusxasi, shartnoma, ma'lumotnoma, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati pensiya vaqtida kerak bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha bu eski qog'ozlar nimaga kerak deb tashlab yuboradi, keyin esa aynan o'sha qog'ozni topolmay qiynaladi. To'rtinchi xato, ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga ishonish. Kimdir endi pensiya yo'q bo'larkan deb video chiqaradi. Kimdir faqat falon toifadagi olarkan deydi. Siz bunday gaplarni eshitganingizda darhol savol bering. Bu qaysi norma, qaysi modda, qaysi rasmiy manba? Men har doim aytaman, huquqiy masalada mish-mish emas, hujjat gapiradi. Endi eng muhim qismga kelamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni inventarizatsiya qiling. Oddiy daftar oling va hayotingizdagi barcha ish davrlarini yilma-yil yozing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Qaysi lavozimda bo'ldingiz? Rasmiy shartnoma bormi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Ish haqi rasmiy o'tganmi? Shu savollarga javob yozing. Bo'shliq bo'lgan yillarni alohida belgilang. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. My.gov.uz tegishli mehnat va soliq tizimlari pensiya jamg'armasi xizmatlari orqali siz haqingizdagi mehnat ma'lumotlari bor yo'qligini ko'rish mumkin. Agar elektron foydalanishda qiynalsangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqinlaringizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Muhimi, bazadagi ma'lumot menga aloqasi yo'q deb o'ylamang. Bugungi kunda baza pensiya hisobida
juda katta rol o'ynaydi. Uchinchi qadam hujjat papkasi tayyorlang. Unga pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, diplomlar, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish hujjatlari, soliq va to'lov kvitantsiyalarini joylang. Hujjatlarning aslini ehtiyot qiling. Nusxalarini alohida saqlang. 4-qadam eski ish joylaringiz bo'yicha arxivni aniqlang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini tuman yoki viloyat arxividan so'rang. Davlat xizmatlari markazi orqali ham murojaat qilish mumkin. Ariza yozganda aniq yozing. Qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz, ish haqi va stajini tasdiqlovchi ma'lumot kerakligini ko'rsating. Arizani og'zaki emas, yozma qoldiring va ro'yxatga olingan raqamini saqlang. 5-qadam, hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan ochiq gaplashing. Meni rasmiylashtiring, mehnat shartnomasi tuzaylik. Elektron tizimga kiritaylik deb talab qiling. Bu sizning huquqingiz. Agar ish beruvchi bunga rozi bo'lmasa, hech bo'lmasa xavfni tushuning, siz bugun faqat oylik masalasida emas, kelajakdagi pensiya masalasida ham yutqazayotgan bo'lishingiz mumkin. 6-qadam, o'zini o'zi band qilgan yoki yakka tartibda ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy maqomingizni tekshiring. Ro'yxatdan o'tganmisiz? Faoliyat turi to'g'ri ko'rsatilganmi? To'lovlaringiz o'z vaqtida amalga oshyaptimi? Kvitansiyalar saqlanyaptimi? Agar bu masalada aniq bilmasangiz, soliq organi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Pensiya masalasida men bilmagandim degan gap ko'pincha yordam bermaydi. 7-qadam, pensiya yoshiga yaqin bo'lgan ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Ko'p ota-onalarimiz internetdan foydalanmaydi. Eski hujjatlarni qayerga qo'yganini ham unutgan bo'lishi mumkin. Farzand sifatida siz ularga yordam bering. Ularning mehnat daftarchasini ko'ring, qaysi yillarda ishlaganini so'rang, yo'qolgan davrlarni belgilang. Arxivga so'rov yuborishga ko'maklashing. Bu ishni pensiya arizasi topshiriladigan haftaga qoldirmang. Bu savol juda og'riqli. Agar odamning staji yetmasa, u butunlay hech narsasiz qoladimi? Bu masala aniq holatga bog'liq. Qonunchilikda yosh, staj, ijtimoiy nafaqa, pensiya turi, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotish kabi turli yo'nalishlar bor. Lekin men sizga umumiy prinsipni aytaman. Staj yetarli bo'lmasa, pensiya miqdori kamayishi, pensiya tayinlash kechikishi yoki ayrim holatlarda pensiya o'rniga boshqa turdagi ijtimoiy yordam masalasi ko'rilishi mumkin. Shuning uchun odam baribir davlat qaraydi deb befarq yurmasligi kerak. Masalan, 3 yil ishlagan deb o'ylagan odamda hujjatda faqat 12 yil chiqsa, bu juda katta farq. U qolgan 15 yilni isbotlash uchun arxiv, sud, ish beruvchi soliq ma'lumotlari orqali harakat qilish kerak bo'ladi. Ayrim davrlar tiklanadi. Ayrimlari tiklanmasligi mumkin. Aynan shu sababli men har bir tomoshabinga aytaman. Bugun tekshirgan hujjat ertagisiga pul bo'lib qaytadi. Ayrim hollarda odam ish stajini sud orqali tasdiqlashga urinishi mumkin. Lekin sud ham shunchaki men ishlaganman degan gapga qarab qaror chiqarmaydi. Guvohlar, arxiv javoblari, hujjat bo'laklari, ish haqi ro'yxatlari, buyruqlar, kasaba uyushma biletlari, eski ma'lumotnomalar. Hatto ayrim holatlarda boshqa yozma dalillar kerak bo'ladi. Sud yo'li vaqt, asaba xarajat talab qiladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hujjatni oldindan tartibga solish. Agar sizga pensiya bo'limi rad javob beradi yoki ayrim staj davrlarini hisobga olmasa, albatta yozma javob oling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javobda sabab ko'rsatdi dedi. Shundan keyin siz qaysi hujjat yetishmayotganini, qaysi davr bahsli ekanini bilasiz. Kerak bo'lsa yuristga murojaat qilasiz. Yuqori turuvchi organga shikoyat qilasiz yoki sud tartibida masalani ko'rasiz. Men maslahat beraman. Bugun kechqurun oilada 30 daqiqa ajrating va pensiya hujjatlari haqida gaplashing. Otangiz qayerlarda ishlagan, onangiz qaysi yillarda bola parvarishida bo'lgan, aka-ukangiz chet elda rasmiy ishlayaptimi? Keliningiz yoki turmush o'rtog'ingiz o'zini o'zi band qilganmi? Farzandingiz norasmiy ishda yuribdimi? Bularning hammasini muhokama qiling. Bu uyatli mavzu emas, bu oilaning kelajakdagi moliyaviy xavfsizligi. Agar oila a'zolaringizdan kimdir menga pensiya kerak emas, o'zim ishlab topaman desa, unga tushuntiring. Pensiya bu faqat keksalikdagi pul emas, bu insonning mehnatdan olinishi, ijtimoiy himoyasi, qarilikdagi mustaqilligi. Bugun kuch bor, sog'lik bor, daromad bor.
Lekin oling 65 yoshda odam har oy barqaror daromadga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun rasmiy stajga befarq qarash katta xato. Men bugun sizga ko'kko'z pursi evda 3 sonli qonun atrofidagi eng muhim xavfni oddiy tilda tushuntirdim. Muammo faqat qonun nomida emas, muammo odamning mehnati hujjatda ko'rinadimi yoki yo'qmi? Shunda kim rasmiy ishlagan, to'lovlari yuritilgan, elektron ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, u ortiqcha vahimaga tushmasin. Lekin kim norasmiy ishlagan, chet elda hujjatsiz mehnat qilgan, eski stajini tasdiqlamagan, arxiv ma'lumotlarini yig'magan bo'lsa, hozirdan harakat qilishi shart. Mening asosiy tavsiyam bitta: pensiya yoshini kutmang, hujjatlaringizni bugun tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'ring, elektron bazani tekshiring, arxiv so'rovlari yuboring. Ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qiling, to'lovlaringizni tartibga soling. Har bir yil, har bir oy, har bir hujjat kelajakda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning stajingizda uzilish bormi? Mehnat daftarchangiz tartiblimi? Chet elda ishlagan yillaringizni qanday rasmiylashtirgansiz? Izohlardagi savollaringiz asosida men keyingi videoda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bugun bilgan odam ertaga pensiyasiz qolish xavfini kamaytiradi.